Ko'chmas mulk va aksiyalarni solishtirayotgan paytda ularning ikki xil daromad manbaini solishtirishimiz kerak. Endi birinchisi, aksiyalarda dividend mavjud, ya'ni kvartalning sizga beriladigan foydadan ulush. Ko'chmas mulkda esa ijara mavjud. Ikkinchisi, ko'chmas mulkning o'zini sotuv narxining o'sishi va aksiyalarning ham narxini o'sishini solishtirishimiz kerak. Shu asosdagina qaysi yaxshi ekanligini bilib olishimiz mumkin. Keling shu yerdan misol keltiraylik. Birinchisi, albatta men Urganchdan bo'lganligim sababli Urganch bozoridan misol keltiramiz. O'rtacha kvartiralarni, ikki xonali kvartirani 200 million so'mga sotib olish mumkin va ularning ijarasi taxminan 2 million so'm bo'lyapti. Demak, siz oyiga 1% va yiliga 12% ijaraga egasiz. Bu holatda siz yilning 12 oyida ham sizdan ijarachingiz mavjud deb taxmin qilinyapti va ijarachi hech qanday sizga zarar yetkazmadi va xonani remont qilish yoki boshqa qandaydir ta'mirlash ishlarini olib borish shart emas deb taxmin qilishimiz kerak bo'ladi. Aksiyalarda bu qanday bo'lishi mumkin? O'rtacha dividend miqdori, masalan, Coca-Cola'da 3% hisoblanadi, yillik hisoblanadi. Agar siz uni 4x marja bilan sotib oladigan bo'lsangiz, bu albatta 12%, lekin u dollarda va albatta bu yerda inflyatsiya pastroq hisoblanadi. Ikkinchisi, aksiyalarning narxi ko'chmas mulk narxiga qanday o'sadi? Buning uchun tarixiy statistikaga yuzlanishimiz kerak. 1940-yillardan to hozirgacha bo'lgan davrni oladigan bo'lsak, aksiyalarning narxini o'sishi boshqa barcha investitsiyalardan yaxshiroq natija ko'rsatgan. Bu yerda obligatsiyalar, oltin va albatta ko'chmas mulk solishtirilgan. U barchasidan yaxshiroq natija ko'rsatadi. Lekin bu asosiy faktorlar emas. Asosiy faktorlar bu kichik boshlash imkoniyati. Hozir aytdik, Urganchda bitta kvartiramiz 200 million so'm atrofida deb taxmin qilyapmiz. Agar siz noturar do'kon sotib olmoqchi bo'lsangiz, undanda ko'proq summa kerak bo'ladi. Va universitetni endi tugatgan yoki universitetda o'qiyotgan talaba bunday investitsiya qila oladimi? Yo'q, albatta, juda qiyin. Lekin u ozgina pul yig'ib, $66 Cola aksiyasini birinchi investitsiyani kiritishi mumkin. Aksiyalarning eng yaxshi tarafi ularni kichik investitsiyalar orqali portfoliongizni kattalashtirish mumkin ekanligi. Yagona qoida iloji boricha ertaroq boshlash va doimiy investitsiya qilib turishdir.